Hammaga assalomu alaykum. Bugun Sharm el-Shayxning Qizil dengiziga cho'milishga boramiz. Dengiz otelimizga juda ham yaqin. Buning uchun tunneldan o'tib olamiz va mana bunday ko'chaga chiqib olamiz. Dengiz esa to'g'ri. Yo'l juda uzoq bo'lmasa-da, havo juda issiqlik qilgani uchun otelimiz mana shunday marshrutkala qo'yib qo'yishgan. Men boshida bularga minish pulli deb o'ylabman. Mana dengizga ham, ya'ni plyajga yetib keldik. Endi birinchi marta umrimizda tushib ko'ramiz. Eng katta xatoyim suzishni bilmay turib dengizga tushganim bo'ldi. Oqibatda cho'kib ketib o'lishimga sal qolib, hattoki maskamni ham yo'qotib qo'ydim. Va orqaga qaytib tunneldagi magazinlardan menga shunaqa maska olib hamda cho'kib ketmasligi uchun qo'l uchun ballonchalar oldik. Aytgancha, plyajda fast food, morojna hamda ichimliklar bepul. Bismillah deb ballonchalar bilan sakradim va men buni uddaladim. Xursandligimni o'zlaringiz ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda xo'jayinim meduza topib olib, ushlab menga olib kelib berdilar. Meduzani umrimda birinchi marta ko'rganim uchun qo'limdan hech qo'yavermay meduza bilan birgalikda suzib yurdim. Ana endi maskamizni taqib, baliqlarni ko'rgani tushsak ham bo'ladi. Suvga tushganimdan mana shunday katta baliqni ko'rib qo'rqib ketdim. Bilsam, bu baliqlar umuman zararsiz ekan. Keyin esa suzib, mayda bir-biridan chiroyli bo'lgan baliqchalarni ko'rdik. Bu snorkeling deyiladi. Diving esa suvga yanada chuqur tushish. Keyingi videolarda esa diving qilib ko'rganimni ham ko'rsataman. Hammaga xayr.